1632-yili York shahrida dunyoga keldim. Onamning ajdodlari qadimiy nom bilan Robinsonlar deb atalishgan. Binobarin menga ham Robinson deb ism qo'yishgan ekan. Otam meni huquqshunos bo'lishimni istar edi. Ammo men dengiz sayohatlarini orzu qilardim. Xudo shohid. 1651-yilning xosiyatsiz 1-sentyabrida ota-onamning so'zlariga quloq solmay uydan qochib ketdim va uzoq dengiz safariga jo'nadim. Sarguzasht ishtiyoqida 8 yil dengizma-dengiz suzib yurdim. O'zga mamlakatlarning oltinlari, mo'may o'ljalari menga hech tinchlik bermasdi. Ammo baribir hech vaqoga ega bo'lmadim. Qaytaga boshimga ming xil kulfat tushdi. Angliya sohillarida g'arq bo'layozdim. Afrikaga ketayotganimda karsablar asir qilib olib, 2 yil mavrlarni qo'lda bandi bo'lib yotdim. Yelkanli qayiqda qochib keta turib, ochlik va suvsizlikdan o'lib ketishimga bir baxiya qoldi. Taqdirimning o'zi meni ogohlantirib tursa ham, ammo zarracha bunga e'tibor bermadim. Yer ko'rinyapti! Yer! Tamam. Çok yapma. Ayıpsızsın.
Rif. Nahotki aqldan ozsam. Nahotki ongsiz yovvoyi bir hayvonga o'xshab qolsam. Bu sohilga men 1659-yilning 30-sentyabrida qadam qo'ydim.
Baxtiqaro Robinzon Kruzoni taqdir kimsasiz bir orolga uloqtirib tashladi. Bu yerdan chiqib ketishga hech qanday umidim yo'q. Ammo men tirikman. O'rtoqlarim singari suvga g'arq bo'lib ketganim yo'q. Men odamlar dunyosidan ajralib qolgan bir miskinman. Ammo men ochlikdan o'lmadim va bu kimsasiz holda halok bo'lib ketmadim. Bu yerda men dardlashadigan, menga taskin beradigan hech kim yo'q. Tanholikda yashab gapirishni unutib qo'ymaslik maqsadida it va mushuklar bilan, hatto jonsiz buyumlar bilan so'zlashaman. Axir qachonlardir odamlar orasiga qaytaman-ku degan umid bor yuragimda. Qani? Ketdik bo'lmasa. Xo'jaligimizni bir ko'zdan kechirib chiqaylik-chi. Kimsasiz bu orolda yashay boshlaganimga 6 oy bo'ldi. Boshpanim bitgandan keyin tirikchilik uchun bakor keladigan biror hayvon, o'simlik bor yo'qligini aniqlash niyatida orolni yaxshilab tekshirib chiqmoqchi bo'ldim. Har qanday yomonlikni ham bir yaxshiligi bo'ladi deganlar rost ekan. Dunyo naqadar go'zal. Им позавидовал бы любой лорд. Целое королевство. А чем я не король? Хорошо. Gapirgan senmiding? Anchadan beri suhbat tashqarida yuruvdim, ha? Ajoyib. Nari tur. Xalas berma. Qani? Mana bu yerda o'tiradi.
Tamaki. Zo'r ish bo'ldi-yu. Buni qara, orolimizda yo'q narsa yo'q. Orol men o'ylaganchalik kichkina emas ekan. Faqat qosh qoraygandagina uning shimoliy sohiliga yetib bordim. Ko'nglimda hamon odamzod qorasiga ko'zim tushib qolsa ajabmas degan umid yashardi. Ammo bu xom xayol bo'lib chiqdi. Bu orolga inson qadami yetmagan ekan. Nima u? Qit'ami? Yoki yovvoyi odamlar yashaydigan orollarmi? Nima bo'lganda ham u yoqqa o'tishning iloji yo'q. Yaxshisi ko'ngilda ushalmas orzular tug'ilmasligi uchun bu yerlarga kelmasligim kerak. Yomg'irli kunlar boshlandi. Qattiq betobman. Suv. Xuddi qahraton qishdagiday a'zoyi badanim junjib ketyapti. Ahvolim og'ir. Juda ham og'ir. Ey Xudo. Buncha ham peshonam sho'r bo'lmasa. Bechora Robinson Crusoe, qayoqlarga kelib qolding? Holing ne kechadi endi? 1000 chaqirimdan berida tirik jon yo'q. Menga kim ham yordam beradi? Ey Parvardigor, kimsasiz orolda o'ligimni xor qilma. Robinson Crusoe. Robin Crusoe. Robinson Crusoe.
Yo, tavba. Oxirgi bir donamni yeb tugatganimda ohimni eshitib menga rizq ro'z inom etding o'zing, Tangrim. Parvardigor, marhamatingni darig' tutmading. Bu sening ishingmi? Muruvvatli qopim. Sen meni qutqarib qolding. Mana endi nonim ham bo'ladi. Shunday qilib dehqonchilik qila boshladim. Endi komil ishonch bilan aytishim mumkinki, o'z nonimni ter to'kib topyapman. Ikki yilgacha non uvog'ini og'zimga olmadim. Men bu yerni ob-havosini, qachon ekib, qachon hosilni o'rib olishni bilmasdim. Faqat 3-yil deganda butun bir paykalga don sepdim. Ammo to'satdan ashaddiy dushman paydo bo'ldi.
Orolda yashay boshlaganimga bugun 3 yil to'ldi. Bu yerdan qutulib ketishga bo'lgan beadad ishtiyoq asta-sekin so'na boshladi. Darvoqe, hozir meni poyonsiz jarlik ajratib turgan o'sha zaminda nimaga ega bo'ldim? O'zim uddalay olmaydigan, balki mutlaqo keragi bo'lmagan narsalarni ketidan behuda quvdim. Shumi? Yo'q, hozirgi hayotim ilgarigisidan 1000 marta afzal. Bu yerda mehnat qilaman. Shu yer meni boqadi. Bu yerning qiroli ham, lord dehqoni ham o'zimman. Ha, men baxtiyorman. Mana Oroldagi eng katta daraxt. Qani endi o'rningdan qo'zg'alib dengizda suz. Sendan kattakon qayiq yasab odamlar orasiga jo'nayman. Yo'qsa yolg'izlikdan sillam quriydi.
ريف 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 senga nima bo'ldi? Rif. Nima bo'ldi, Rif? Nahot sen ham vafodorim meni tashlab ketsang. Men ham qariyapman. Qazoyim yetsa, tepamda turadigan hech kimim yo'q.
Iloj qancha. Qayiq dengizga kelmasa, unda dengiz qayiqni oldiga boradi. İnsonning tabiati shunaqa. U eng katta daraxtni tanlab, suvga eng katta qayiqni tushirishni istaydi. Bu ishga u ko'p kuch va umrni sarf etadi. Ammo keyin ma'lum bo'ladiki, u o'ylagan rejasini amalga oshira olmas ekan. Qayiqni hatto o'rnidan qo'zg'atishga ham chog'i kelmas ekan. Umr esa oxirlab qolgan. Hayotining so'nggi damlarida yana qo'liga bolta olib, achchiq tajribadan xulosa chiqargan holda yangi qayiq yasashga insonning bardoshi yetarmikin? Taqdir meni bu orolga uloqtirib tashlaganida yoshgina yigit edim. Mana endi yoshim ham bir joyga borib qoldi. Keksa edim. Darvoqe bu yerga kelib qolganimga qancha bo'ldi? Meni hisobim bo'yicha 22 yil u 101 kun. Ammo bu xato bo'lishi ham mumkin. Chunki kasal yotgan paytlarimda, og'ir sinov kunlarida belgi qo'yishni balki unutgandirman. Xo'sh qalay, kiyimlarim yarashibdimi? Odamiz-ku. Odamiz. Inson bilan uchrashishni qancha yildan beri orzu qilaman. Kim ekan u? Bu yoqqa qanday qilib kelib qoldi ekan? Nega bunchalik qo'rqib ketyapman? İnson ham vaqt ham oliyjanob bo'lib qolmay, dunyodagi eng xavfli maxluqqa aylanib ketishi mumkinligini ba'zan tan olgimiz kelmaydi.
Qo'rqma, ozod bo'lding. Qochamiz. Ushla. Ha, tushunarli. Rahmat demoqchisan-da. Durust. Yur uyga. Qo'rqma. Marhamat. Kir. Keta uya. Motomba. Nima deyotganingni tushunmayapman-u. Lekin inson ovozini eshitish naqadar yaxshi. Kiraver. Benime kutuya. Vavo kiki. Kiraver. Marhamat, qani. O'tir. Tur. Bu kishi mehmon. O'tir. Tortinma. Hozir. O'tiraver. Yo. Kerak yo'q. Umrbod qulingizman demoqchisan, shundaymi? Menga qul emas. Menga do'st kerak. Uxla. Ana shunday. Nima gap? O'rgimchak-ku. O'rgimchak. Yo, uni yeb bo'lmaydi. Tasha.
Bu nimani? O'tinaman, otib bor uni. Aha, o'sha yoqqa. Iltimos qilaman sendan, otib bor uni. Qani? Rahmat. Ajoyib yigit ekansan. Nagota ki bochitana. Nagota sua. Bochikakoa. Nagota. Gauta. Nagota. Ah, Nagauta. Ko. Ana u? Suv. So. Juda shirin. Muga chigata. Miaraga. Kiaraga. Sen nima ekan sen? Isming bordir axir. Kecha kun nima edi? Juma edi. Bo'pti. O'limdan qutulib qolgan kunni onadan qayta tug'ilgan kun desa ham bo'ladi. Senga Jumavoy deb ot qo'yaman. Jumavoy yaxshi ism. Shunday qilib, men Robinson. Sen Jumavoy. Sen. Yo'q. Men Robinson. Men sen degan ism emas. Mana sen. Sen. Obbo, namuncha sen senlab qolding. Sen degani ism emas. Mana sen men uchun sen. Sen uchun esa men ham sen uchun sen. So. Boshqatdan. Nagauta. Nagota. Bu suv. So. Gogo. Go. Robinson. Jumavoy. Robinson. Jumavoy. Jumavoy. Jova. Vai. Go ba. Jova vai. Jova vai. Jova vai. Jova vai. Go ba Jova vai. Xabarlama to'g'ri tur. Senga kiyim tikib bermoqchiman. Qachongacha yalang'och yurasan? Oftob. Oto. Osmon. Osma. Osmon ko'k. Buni ham tushunib olishing kerak. Kera. Ha mayli, bu gap aytish hali senga og'irlik qiladi. Kera. Kera. Bu sut. Bu sut. Ich. Bu sut. Obaq. Aha, sut oq. Barakalla. Yaxshi. Qani aylanchi? Aylan. Ana endi sal odam bashara bo'lding. Yomon. Unda bilganingni qil. Qani, ishla. Leonatga qo'rqadi. Qo'rqma. Buni hech bir sehrli joyi yo'q.
Oddiy mashina-ku bu. Leonardo Piarbino buki. Qarab tur. Guarda cupoa. Piarbino buki. Kêu ghê cái bạch cho tana. Kau tas tua. Pojika koa. Cukup membuatku. Nima qilyapsan? Men bunga aytyapman, o'ldirma, Jumavayni, meni. Qo'rqma. Joni yo'q buni, temir-ku. Nimaga? Paq etdi. Gavradagi. Axir uni men qildim. Sen ham qila olasan. Senga ko'rsatgandim-ku. Qarab tur. Yo'q. Bu yil Orolda kechgan umrimning eng baxtli yili bo'ldi. Jumavoy nihoyatda oliyjanob, ochiq ko'ngil va sadoqatli do'st chiqib qoldi. Uning yonimda bo'lishi menga bitmas tuganmas quvonch baxsh etardi. Unga qo'limdan kelgan hamma ishni o'rgatdim. O'zim ham Jumavoyga qattiq suyanib qolgan edim. Yil oxiriga borib, Jumavoy bilan bemalol gaplashadigan bo'lib qoldik. Endi shuncha yil churq etmay yurganimni hissasini chiqarishim, u bilan to'yguncha mana turib suhbatlashishim mumkin edi. Bir kuni Jumavoyni orolning bir chekkasiga boshlab bordim. U yerdan olisdagi quruqlik g'ira-shira ko'zga tashlanib turardi. Ana mani joyim. Meni yurtim o'sha yerda. Qayerda borish xavfli emasmi? Yo'q, borsa bo'ladi. 2 kunlik yo'l. Menga qara Jumavoy. Uyingga qaytishni istarmiding qarindoshlaring oldiga? Judayam istardim yurtimga qaytishni. Borib nima qilgan bo'larding? Yana ilgarigida yasharmiding? Yo'q. Borgandan keyin hammaga doniki yeylar. Sut ichinglar. Odamlarda yemanglar. Yaxshi yashanglar deyman. Xuddi Rabizod aka. Hech qisi yo'q. Biz endi 2 kishimiz. Kattakon daraxtni tanlab, yangi qayiq yasaymiz. Keyin uyingga qaytib ketasan. Nimaga? Robinzonni jahli chiqadi. Men nima qildi? Robinzonni jahli chiqdi deganing nima deganing? Sira jahlim chiqayotgani yo'q. Bo'lmasa nimaga? Javoboyga ketdi-di. O'zing aytding-ku uyga ketgim kelyapti deb. Lekin sen, men Robinzon bo'lmasa, Javoboy ham bormaydi. Javoboy Robinzonni tashlab ketmaydi. Azizim, tushunsang-chi, nimalar deyapsan o'zing? Yo'q. Bir o'zing ketaver, men shu yerda qolaman. Shu vaqtgacha yolg'iz yashadim-ku. Nega menga boltani beryapsan? O'ldir Javoboyni. Nega seni o'ldirar ekanman? Menga hech yomonlik qilganing yo'q. Bo'lmasa nimaga Javoboyga ketdi? O'ldir Javoboyni, o'ldir. Biz endi 2 kishimiz. Ko'proq doim kishimiz kerak. Robinzon 1, Javoboy 2. Anavi 5. Barakalla. Sanashni ham o'rganib olsan. Robinzon nima qiladi? Iltijo qilyapman. Xudodan mo'l hosil so'rayapman. Xudo kim o'zi? Osmonda katta bir mo'ysafit bor.
Dengizni ham, yerni ham, tog' va o'rmonlarni ham, sen bilan meni ham o'sha yaratgan. U hamma narsaga qodir. Ha, bizi benamuki. U hammadan katta. Oydan ham katta. Uni ko'rib hamma deydi. U osmonda emas, baland tog'da yashaydi. Uni ko'rib hamma deydi. Qari akakilar ham uni oldiga borganda deyishadi. Borib kelgandan keyin benamukining so'zlarini bizga aytishadi. G'irt yolg'onchi ekan o'sha kavakekilaring. Umuman benamuki yomon. Xudo esa yaxshi. Nimaga? Nimaga bo'lardi? Mana benamuki odamlarni yeyishga yo'l qo'yadi. Xudo yo'l qo'ymaydi. Senikidagi soqoli bor oq tanli odamlar yurtimizga kelganini, odamlarni qirib tashlaganini eshitganman. Bunga Xudo yo'l qo'ygan-ku. Yo'q, ular shafqatsizlik qilishgan. Nimaga Xudo ularni o'ldirmagan? Tavba qilishlari uchun vaqt bergan. Benamukini qayerda yashaydi deding? Baland tog'da. Xudo esa osmonda yashaydi. Qay biri yuqoriroq? Xudo. Ana. Shuning uchun ham benamukini qo'y. Men aytgan Xudoga sig'in. Sen undan mo'l hosil tila, iblis ekinimizni nobud qilmasin. Iblis deganing kim? U bir yovuz chol, yer ostida yashaydi, odamlarga yomonlik qiladi. Qo'rqoqchilik, kasallik tarqatadi. Nimaga Xudo iblisni o'ldirmagan? Iblis so'raganda. Hoy chumoy. Yaxshiyamki gaplaringni hech kim eshitmaydi. Yo'qsa dunyoda shakkoklar ko'payib ketgan bo'lardi. Rabbizo! Judayam bir katta kema kelyapti. Yur! Sen! Yoqqa kel, mana bu yerda buloq bor ekan. Voy bu! Qayoqqa qarab tur, to'lqin olib ketib qolmasin. Mana ko'rasan. Hozir ularni yeyishadi. Jim, qarab tur. O'lay agar. Bezgakchi uni bor bu yerda. Hey, Dik, Tom, yo'q kelinglar. Hozir! Kimsizlar, jentelmenlar? Qo'rqmanglar. Balki o'zlaring kutmagan bir joyda do'stga duch kelib qolgandirsizlar. O'zingiz kimsiz? Xavotir olmang. Men inglizman. Balayni gardishi bilan kelib qolganman bu yoqlarga. Gapiring tezroq, nima bo'ldi o'zi? Men kema kapitaniman. Bular yordamchim bilan bir yo'lovchi.
3-4 g'alamiz isyon ko'tarib kemaga qaroqchilar bayrog'ini o'rnatmoqchi bo'lishdi. Bizni o'ldirmasdan mana shu kimsasiz orolga tashlab ketishga ularni ko'ndirdim arang. Kim biladi deysiz, balki o'ldirib ketishar. O'ldirish olmaydi endi. Menga qarang kapitan, men sizlarni qutqarishga urinib ko'raman. Agar kemani qo'lga olishga muvaffaq bo'lsak, men bilan do'stimni Angliyaga eltib qo'yishga va'da berasizmi? Ha, jonim bilan. O'zimni ham kemamni ham ixtiyori sizda. Aytganingizni bajo keltiraman. Qani ketdik. Biz borib o't ochamiz. Bularning ichida bir ikkita ashaddisi bor. Boshqalarning esa hech bir aybi yo'q. Olijanob odam ekansiz. Kimni peshonasiga bugun o'lish yozilgan bo'lsa, o'sha o'ladi. Ketishaversin. Yur, bir suv ichib kelamiz. Yomon bo'lmasdi. Buloq yaqin ko'rganman. Tursang o'rningdan. Isyonni boshlaganlar shular emasmi? Yo'q. Unda mayli ketaverishsin. Lekin boshqalarni qochirib borsangiz, unda o'zingizdan ko'ring. Siz haqsiz. Olg'a. Taslim bo'linglar, ablahlar. Bizni sotishibdi. Gunohimni kechir deb Xudoga yolvor. Taqdiringiz haqiqatdan ham ajoyib ekan. Bu haqda keyin gaplashamiz. Kemada yana 20 ta odam bor. Isyonchilarning boshliqlari ham o'sha yerda. Botsman bilan kema duradgori. Duradgorni saylashib kapitan qilib. Bordi qo'lga tushdik bo'lishsa, albatta dorga osilishlarini yaxshi bilishadi. Mana shuning uchun ham ular jon jahdlar bilan olishadilar. Все они знают, что если их схватят по закону, их ждет виселица. Поэтому они будут драться отчаянно до последней крайности. Biz esa ochchilikmiz. Qayoqlar qaytmagani uchun qimirlab qolishdi. Qarang, suvga yana bitta qayiq tushirishdi. Eng kamida 6 kishi kelishi mumkin. 8 ta. 8 ta, biz esa 5 kishi. Boya aytgandingiz-ku, yana 3 ta matrosga ishonsak bo'ladi deb. Dik, Bill, sen ham bo'ling. Hammangiz xiyonat qildinglar menga. Yana bir gal sizlarga ishonib ko'raman. O'z jasoratingiz bilan qonun va vijdon oldidagi gunohingizni yuvishingiz kerak. Bill! Tom! Tom! Eshkaklar yo'q-ku. Qayoqqa g'oyib bo'lishdi ekan? Bu yerda bir gap bor yigitlar. Birortasi hujum qildimikan? Unday bo'lsa murdalar cho'zilib yotardi. Osongina jon beradigan yigitlardan emas ular. Ichib olib dumalab qolishgandir-da. Yoki kapitanni narigi dunyoga kuzatishayotgandir. Xushpush ov qilamiz deb adashib qolishgandir. O'zlari xush bo'lib qolishmasa go'rgaydi-ya. Bob, sen ham Freyd. Qayiqni nariroqqa borib kutib turinglar. Biror gap bo'lsa kemaga qarab suzinglar. Yuringlar yigitlar. Ularni qidirib ko'ramiz. Hushyor bo'linglar. Miltiqlarni tayyor tuting. Tom! Hozir ketib qolishadi. Tayyorlaninglar, o'tachamiz. Qayiq borda bo'lmasa-ku. Endi nima qildik? Man biladi nima qilishni. Bu yerdan bir qadam ham nari jilmayman. Qaytamiz, Botsman. Gaping to'g'ri. Bir gap borga o'xshaydi. Qayiqqa yigitlar.
Eshityapsizlarmi? Yordam beringlar! O'lay aka. Bu Dik Crownning ovozi. To'g'ri, o'shaniki. Ha, o'sha. Bob, Fray, shu yerda kutib turinglar. Hey! Ketyapmiz! Hey! Yordam beringlar! Batqoqqa botib qoldik! Hey! Qayerdasizlar? Hey! Qayoqqa gumdon bo'lishdi? Hey! Qayerdasizlar? Yordamiz! Yordam beringlar! Dik! Sam! Qayerdasizlar? Nima keragi bor shunaqa ahmoq bo'lib yurishni? Birov bizni laqillatyapti. Nima gap? Nima bo'lsang gap? Hamma yog'i tikan. Iblis, iblis, iblis. O'lay agar birsi borga o'xshaydi bu yerda. Ajinalar orolga tushib qolganga o'xshaymiz. Yigitlarimizni o'ldirib, o'shalarning ovoziga o'xshatib qichqirishyapti. Bu iblisning ishiga o'xshamaydi, botsman. Qayiqqa qaytamiz. Bu yerda yo iblislar, yo bizdan battar qaroqchilar yashashsa kerak. Yo'q. Bu yerdan tirik chiqib keta olmasak kerak. Boshla ben. Hey! Otmanglar! Eshitinglar, Benyayman. Tom Smith, meni tanigandirsan? Ajina emasmisan, gapiraver. Nega ajina bo'lay? Tom Smith, birodar, boshqalarga ham ayt. Hamma qurolini tashlasin. Qurshovdasizlar. Yo'qsa hammangiz halok bo'lasizlar. Taslim bo'lsa gunohimizdan o'tishadimi? Hey Smith, boshqalar ham. Darhol taslim bo'lsalaringiz Bill Atkinsdan boshqa hammangizni gunohingizdan o'taman. Boshqalardan qayerim kam, kapitan. Menga ham rahim qiling. O'z kapitaniga birinchi bo'lib qo'l ko'targan sen emasmiding? Shart qo'ymasdan taslim bo'l. Avval qo'lga tushir. Otmanglar, taslim bo'laman. Taqdirimiz nima bo'ladi endi? Bilmadim. Orol biz o'ylagandek kimsasiz emas ekan. Uning gubernatori ingliz fuqarosi. Ixtiyoringiz o'shani qo'lida. Kapitan! Kapitan! Sana gubernator chaqiradi. Janob oliylarga borib ayt, hozir boraman. Kapitan, rahim qiling. Axir ayb bizda emas. Ayb bizda emas, shafqat qiling. Kemani qo'lga ola olsak, to'pdan 3 marta o'q uzib signal beramiz. Ertalabgacha o'q ovozi eshitilmasa, unda alvido deyavering. Sam! Hey! Sam! Kim o'qis kirayotgan? O'zimiznikilar. Men Dikman. O'zimizni odamlarni tanimayapsanmi? Yonimdagi Jack Woodley. Trapni tushiringlar. Muncha uzoq yo'l olib ketdilaring. So'rama. Kemaga chiqib olay, hammasini gapirib beraman. Og'zing quloqingda-ku. Botsman Will Atkins qani? Ha, chamanda ular orolda qochmoqchi bo'lishdi. Orol jannatning o'zi ekan. Yo'q narsa yo'q. Apelsin deysanmi, mandarin deysanmi, begemot deysanmi, hamma narsa. Masmisan, nima balo?
Rostini aytaymi, bo'lmasa eshit. Oroldan ketish oson ekanmi? Ariqlarda tosh o'rniga oltin qalash yotibdi. Qochma. O'li agar cho'milgani tushsa degan, oyog'imizni tagida mushtay tillalar. Qamashtiradi. Ovozingni chiqarma. Tezroq. Yur. Dama. Tuz bilan urdim. Endi tuzing o'tmaydi ma'lum. Bugun Oroldan jo'nab ketaman. Bu daqiqani men 28 yil, 2 oy 19 kun kutdim. Sevinchdan yuragim hapriqib ketyapti. Bir umrga surgun qilingan menday bir tutqun nihoyat ro'shnolik ko'rib, joniga tekkan bu zindonni tark etmoqda. Biroq menga tamom begona bo'lib ketgan ona tuproq meni qanday qarshi olar ekan? Ota-onam allaqachonlar olamdan o'tishgandir. Shubhasiz meni ham o'ldiga chiqarib qo'yishgan. Kemada isyon boshlagan 5 nafar odam ham Angliyaga borish kerak edi. Ularni muqarrar jazo dor kutmoqda edi. Lekin dor insonga hech qachon zeb bo'lgan emas. Shunchaki tirik maxluqlarni murdaga aylantirgan xolos. Shu sababli 5 ta muttahamni orolda qoldirib ketishga ko'ndirdim kapitanni. Agar ularni oroldagi hayot tuzatmasa, boshqa hech narsa tuzata olmaydi. Kapitandan kemaga borib, yo'lga hozirlik ko'rishni va tushga yaqin meni olib ketish uchun qayiq yuborishini so'radim. Menga qaraganda sizlarga oson bo'ladi. Ko'pchilik sizlar. Buni ustiga ancha-muncha ish qilib qo'yilgan. Dorga osilishmi yoki kimsasiz orolda qolish yaxshimi? Bunisi hali noma'lum. Odamlar orasida yugur-yugur qilib yurgan yaxshimi yoki yolg'izlikda mehnat qilishmi? Bu ham menga noma'lum. Qoling bo'lmasa biz bilan. Qayiqni jo'natib yuboring. Kim biladi, ehtimol shunday qilsam to'g'ri bo'larmidi? Ha, sirdosh do'stim To'tiqush, Zontik bilan telpaydan boshqa hamma narsani sizlarga qoldiraman. Bular menga orolni eslatib turadi. Tez kunda dunyo qarashlaringiz o'zgarib ketishiga hech shubham yo'q. Ammo unga qadar bir-biringizga o'q uzishdan o'zlaringni tiyinglar. Xayr. Ming la'nat senga. Fort Riesel qo'yilsin. Komandani eshitdim. Tezroq! Fort Nos orqaga. Hop bo'ladi, Fort Nos orqaga. Chap tomonda odamlar ko'rinyapti. Orolda qolmaslik uchun orqamizdan anchagacha suzib kelishdi. Kapitan,
Balki gapimga ishonmassiz. Lekin hoziroq o'zimni suvga tashlab orolga qaytishga tayyorman. Chunki baxt nimaligini o'sha yerda bildim. Daraxt kabi shu yerga ildiz otgan edim. Peshona terim va ko'z yoshlarim to'kilgan tuproqdan ko'ngil uzish menga juda og'ir bo'ldi.